Hammaga salom, yaxshimisizlar? Bugun juda ham qiziqarli vlog bo'ladigan umiddaman, chunki bugun boshqa shahar, boshqa orol emas, aynan boshqa davlatga safar qilyapmiz. Qaysi davlat desanglar, bu Xitoy davlatiga safar qilyapmiz. Vlog juda ham qiziqarli bo'ladi, chunki faqatgina sayohat emas, biz o'zi asosiy borishimizdan maqsad davlat tomonidan, universitetlar tomonidan tashkil qilinayotgan bellashuv musobaqadagi dasturda qatnashyapmiz va birgalikda jamoaviy loyihalar qilyapmiz. Ko'taringdagi chamadon yuklarni, bagajlarni tayyorladik, kichkinagina va ryukzaklarni ham oldim. Hozir yarim soatdan keyin professorlar bilan ko'rishimiz kerak. Boshqa talabalar bilan yig'ilib bitta joydan ro'yxatni o'tib, bitta joydan ketsak kerak. Borish kelish biletlarimizni ham olishgan, hammasi tayyor. Bu davlat tomonidan qoplab beriladi. Hammasi Koreya nomidan ketilyapti va bu dasturda faqatgina Xitoy, Yaponiya, Koreya talabalari qatnashadi. Bittaman bilmadim, chet ellik qo'shilib qoldim va bu video bitta bo'lib chiqmasa kerak. Menimcha videoni bo'lib chiqarsam kerak, chunki biz Xitoyda ko'proq vaqt qolamiz, shuning uchun qiziqarliroq, uzunroq bo'ladi degan umiddaman. Hozir registratsiyani ro'yxatdan o'tdim. Qog'ozni oldim. Undan so'ng keyin borsam, u yerda o'tiradigan nima yo'q. O'sha xodimlar yo'q. Biz masalan aeroportda xodimlar o'tirib borsangiz, registration qilib beradi. U yerda odam yo'q. U yerda ham pasport o'zingiz qo'yasiz, bagajni o'zingiz topshirasiz, o'zingiz o'lchaysiz, keyin o'tib ketasiz. O'sha tamojnidan o'tishdi. Ichkarida tekshiradi narsalaringizni, rushnoylaringizni, yuzingizni skaner qiladi, barmoq izingizni oladi, pasportni skaner qilib bo'ldi, o'tib ketasiz. Skaner bilan o'tib ketaverdik. Hozir keldim. Turmaydi bolalar. Qiziqarli. Reysimiz kechiktirildi. 12:30 da uchishimiz kerak edi. 12:55 ga cho'zildi. Endi samolyotga chiqyapmiz. Hamma o'zini anaqa. Endi bo'ldi, o'qish bilmaymiz bu yoqda. O'qiy olmayman bularni. Duty free bor ekan, duty free. Let's go. 무슨 일 있었어요? 모르겠어요, 저도. 그냥 기다리고 있었어요. 네. Biz shuni kutib olishdi. Hammasi zo'r. Просто meni kirishimda ozgina muammo bo'ldi. Men bilmadim, meni ushlab turishdi ozgina. Va mana o'tkazib yuborishdi. Bizni kutib turgan ekan dasturdan. Hozir endi joylashamiz. Mana chiqib oldik. Biz boradigan universitetni avtobusi ekan. Chotki yozuvni o'qiy olganim yo'q. O'qiy olganim yo'q degan bor. Birinchi ko'rgan mashina BYD. Bu nima? Bu Honda bo'lsa kerak. O'qishda ham o'rganyapman. Va nihoyat keldik. Yo'lda yururdik, oxir oqibat keldik mana. 여긴가? 뭐야? 렛츠고. 좋은데요? 네. 좋아요. eng qizig'i bitta narsa esdan chiqibdi. Mana bu narsa esdan chiqibdi, to'g'ri. Ko'rinadi, rozetkasi boshqacha ekan. Yaxshi bolalar olgan ekan, menga ham berishyapti. Ko'rdi-ku boshqacha ekan. Bu esdan chiqarmaylik kelishdan oldin. Kelmoqchi bo'lsanglar agar. Xona yomon emas. Universitet ichidagi mehmonxona ekan bu. Ko'rsanglar mana nimaga yozilgan. Buni hamma joy universitet nomi. Hello. Altitude subscribers. Ko'chaga birinchi chiqishimiz. Deyvaydi.
Mana ularni berishdi bizga. Bu biz uchun vasha katta stol tayyorlashibdi. Hozirgina mana otelga joylashib oldik. Ujin, ya'ni kechki ovqatni qildik. Ana endi bemalol joylashib oldik. Ertaga bizni juda ham qiziqarli ochilish marosimlari va taqdimotlar kutib turibdi. Lekin biz hali jamoaviy taqdimotni umuman boshlaganimiz ham yo'q. Hozir soat 7:30 va biz hozir jamoa bilan yig'ilib taqdimot qilishni boshlashimiz kerak va ertaga biz taqdimot qilishimiz kerak bo'ladi ingliz tilida. Ko'rib turganlaringdek, hotelimiz shunaqa. Sizlarga bir obzor ham qilib beraman. Ko'rib turganlaringdek 2 kishilik bu yerda va bu yerda divan bor. Alohida bu yerda o'zim kreslolari va oynadan universitet ko'rinadi. Bu yerda televizor, Wi-Fi, suv, telefon, shkafdan qo'yamiz. Yuvinish xonasi. Qarayapsizmi? Sochqari ham bor ekan yaxshi. Va bu yer dush. Men o'ylashimcha yomon emas. Chotki. Bu universitetning ichidagi mehmonxona ekan. O'zingizlar endi baho berasizlar, biz surishga. Shunday parchalar ham bor ekan. Hamma narsasi bor ekan. Yomon emas. Bunda suvlargacha qo'yib qo'yishdi. Hali e'tibor bermaysizlar. Paradga qilganimiz yo'q. Hamma o'zini ishi bilan band hozir. Endi paradga qilamiz. Adashmasam ertaga paradga qilsak kerak, chunki bugun juda ham charchaganmiz yo'lda va ertaga taqdimotimiz borligi uchun bugun tayyorlanamiz taqdimotga. Shunday qilib, bugungi videoni tugatib qo'ya qolaman. Ertadan boshlaymiz yangi videoni, chunki bugun biz juda ham to'g'ri charchadik va jamoaviy taqdimotni qilishimiz kerak. Bunday bo'lsa, keyingi videoda ko'rishguncha. Bugungi videoni alohida qo'yaman, ertangi qismlarni alohida qo'ysam kerak, chunki video juda ham uzun bo'lib ketyapti. Ko'rishguncha.